Salom do'stlar. O'zbekiston futboli va jahon futboli yangiliklari. Videolarimiz yoqsa kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni esdan chiqmasin. O'zbekiston Super Ligasi 27-tur. Dinamo Xorazm 3-1, Navbahor Nasaf 0-0. Superliga jadvalga qarasak, Nasaf 58 ochko bilan birinchi o'rinda, Neftchi 57 ochko bilan ikkinchi o'rinda, Paxtakor 52 ochko bilan 3-o'rinda, 4-o'rinda Dinamo 50 ochko bilan, Bunyodkor 46 ochko bilan 5-o'rinda, Ogemka 41 ochko bilan 6-o'rinda, 7-o'rinda Navbahor 38 ochko bilan. Hozirda bitta qoldirilgan o'yin bor. Dinamo Andijon. Dinamo o'yini Andijonda bo'lib o'tadi. Dinamo g'alaba qozonsa 3-o'rinda chiqishi mumkin. Nasaf yana ochko yo'qotdi. Neftchi ertaga Surxon bilan o'ynaydi. 2-noyabr kuni o'yinni o'tkazib yubormang. Abduqodir Husanov 21-sentyabr kuni Arsenalga qarshi o'yinda jarohat olgan edi. Husanov 40 kundan keyin tiklanib, jarohatdan kecha Manchester City va Swansea ga qarshi o'yinga asosiy tarkibda boshladi. 63 daqiqada almashtirildi. O'yinga ball qo'yilgan bar 6-1. Uzatmalar 88% aniq. Eldor Shomurodov Atalanta Sportga qarshi bahsda 2 gol urdi. O'yinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Ball 8.7. Eldor Shomurodov Turkiya Chempionlar